Oktyabr oyida ulgurmadim, lekin noyabr oyida albatta umra ziyoratiga boraman deydigan hamyurtlarimiz uchun juda katta yangilik do'stlar. Endi siz Andijondan, Namangandan, Farg'onadan, Toshkentdan, Termizdan hamda Samarqanddan primoy reyslarda qiynalmasdan maza qilib umra ziyoratiga borib kelish imkoniyati bor. Bundan tashqari do'stlar, siz ketayotgan firmaning shart-sharoitlari juda qulay bo'ladi hamda o'z litsenziyasiga, ya'ni do'stlar umra litsenziyasiga ega bo'lgan dokument Centrum Holiday'dan do'stlar 14 kunlik umra ziyoratiga borib kelish imkoniyati bor. Videomizni oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsalaring do'stlar, shart-sharoitlari, qulayliklari, gastinisalar, 50 yosh xizmatlari, qaysi kunlarga reyslar bor, narxlar necha pul bo'lyapti, to'liq ma'lumotini bergani do'stlar, inshaalloh Centrum Holidays, ya'ni Ulug'bek akamiz oldiga yana yetib kelganmiz do'stlar. Qo'limda turgan qog'oz oddiy qog'oz emas do'stlar. Bu o'sha davlatimizning qonun qoidasiga amal qilgan holda do'stlar, o'z litsenziyasiga ega bo'lgan firmani do'stlar sizlarga xudo xolasa shart-sharoitini tanishtirib bergani kelganmiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling do'stlar. Sizga, bizga o'xshagan odam qonuniy dokumentlarni firmadan primoy reysda o'ziga yaqin bo'lgan aeroportdan primoy do'stlar umra ziyoratiga borib kelishligini xohlaydigan bo'lsangiz, bir dona like tugmasini bosib qo'ysangiz, shu video kengroq tarqaladi. Sizga, bizga o'xshagan odam inshaalloh do'stlar shu videoni ko'rib, o'ziga qulay bo'lgan joydan uchib hamda qulay bo'lgan shart-sharoitlarda umra amallarini bajarib kelishiga birdek hissa qo'shgan bo'lasiz. Videoni uzoq cho'zmaymiz do'stlar, dangal ma'lumotini olib berishga harakat qilamiz. Go'shli joyi sizga kerakli. Kommentariyada yozilgan savollar bor. O'sha savollarga javob olib, xudo xolasa do'stlar, videoda yakunlaymiz. Xo'p, Ulug'bek aka aytib o'tganimda, aka videoda uzoq cho'zmaymiz. Bor narsani boricha aytib beraylik. Shu videoda ko'rilgan narsa aka Saudiya Arabistoniga borganda ham bir xil bo'lsin. Videoyingni ko'rdim, borganimda bunaqa narsa bo'lmadi demasin, faqat borini gapiraylik aka. Xo'p, aka qarang. Hozirgi kunda Centrum Holidays'dan ketiladigan bo'lsa, noyabr oyi mana xudo xolasa oktyabr tugayapti. Oktyabrda oyiga ham reys sanaqli joy qo'ygan, noyabrga xudo xolasa bor do'stlar. Ketiladigan bo'lsa aka, firma tomonidan hojilarga nima beriladi, qanaqa qulayliklar bor, gastinisani uzoqligi qanaqa? Xo'p, bizni birinchi o'chirda qulayligimiz siz aytib o'tgandek litsenziyamiz bor. Biz faqat bordi keldi bilet olamiz. Keyin bizni firmamizdan beriladigan narsa kamzul, so'mka, beji beriladi. Qaytib kelishligi 5 litr zamzam suvi qilinadi. Undan tashqari primoy reyslarimiz, xo'p, aytib o'tilgandek 6 ta viloyatdan primoy reyslarimiz, xolasiz Madinaga, xolasiz Jiddaga primoy reyslarimiz bor. Xo'p, erta bizda Madina Munavvarada mehmonxonalarimiz 200-300 metrda joylashgan. Baqiy qabriston oldida Andalus mehmonxonasi bo'ladi. Erta 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. 6 dan oshiq ziyoratlari, Xurmo bog'ida osh tashkillashtirib bergan oshlar qilib beriladi. Xo'p, keyin yana ko'pchilik so'raydi, boshda aytib o'tib ketsa, Madina Munavvara turganimizda Ravza masalasi nima bo'ladi? Ravzaga kirib chiqamizmi? Ko'pchilik savol beradi. Xo'p, Ravzaga shu kunga jo'natgan odamlarimiz hammalari kirib chiqishdi. Kecha ketgan odamlarimizdan kirib chiqishdi. Bundan bag'aga boradigan, jo'natadigan odamlarimizdan xudo xolasa 100% olib kirib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, Makka mukarramada Madina Munavvarada Qur'on zavodi qolib ketibdi. Qur'on zavodini haftada 3 kun dam kuni, 4 kun ish kuni bo'lsa olib kirib chiqiladi 100%, dam kuni davlat korxonasi olib kirib chiqolmaymiz. Xo'p, keyin Makka mukarramada mehmonxonamiz 2 kilometr joylashgan Ro'zi Garden mehmonxonasi, 24 soat avtobus xizmati bo'ladi. Erta 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Erta doktor xizmatlarimiz ham tashkillashtirib berilgan. Keyin yana so'raydi, ko'pchilik yana so'raydi, aravacha xizmatlari qana ular. Aravacha xizmatlarimiz ham tashkillashtirib berilgan, aravachalarimiz ham bor. Lekin pastdan har safar ta'kidlab o'tganimizdek, pastdan aravachaga muhtoj odam bo'ladigan bo'lsa, o'zi bilan aravachani olsa ma'qul bo'ladi, chunki o'ziniki bo'ladi. Erta ochirib kutib aravachaga yana qilib, vaqtini o'tkazmasdan bemalol umra ibodatlarini, tavob ibodatlarini bemalol qilishi mumkin. Xo'p, yana undan tashqari Makka mukarramada 8 dan oshiq ziyoratlarimiz, undan tashqari qo'shimcha Qizil dengiz sayohati, Sulaymon Rozi jahmasida kechki ovqat pikniklar tashkillashtirib beriladi. Bu firma tomonidan bonus sifatida qo'shib beriladi. Bonus bo'ladi. Keyin aka yana bitta kommentariyaga yozishyaptiki, biz bitta oiladan misol 4 ta ayol, 4 ta erkak ketadigan bo'lsa, endi o'zimizni nima deydi, oila a'zolarimiz aqab borilgandan keyin gastinisalar 4 kishi, 5 kishilik bo'ladigan, 4 kishi bo'ladigan bo'lsa, bitta xonaga joylasak bo'ladimi, imkoni bormi deb ham so'rashyapti. Xo'p, o'zi standart paketlarimizda xona joylashuvlari 4 kishilik, 5 kishilik joylashuvda bo'ladi. O'zi eli boshimiz aytadi, kim sheri bo'lsa, jup bo'ladigan bo'lsa,
u ajalab olsin 4 kishilik xonamiz, 5 kishilik xonamiz bor deydi. Siz aytganda o'zlari tanlab joylashib olsa bo'laveradi hamma sherigi bilan. Lekin oilaviy masalan er xotin yotaman, yoki otamga qarab yotaman, 2 kishilik xona qilib bering deydigan bo'lsa, 2 kishilik xonaga alohida to'lov bo'ladi. Oldindan bitta to'lovlar amalga oshirib, oldindan zaynat qilib ketishlari mumkin. Uni aytilsa zaynat qilib qo'yamiz. Uni endi xudo xolasa ilojisi bor. Ilojisi bor. Endi aka ketilayotganda, misol ko'pchilik yosh bolasi bo'lsa, yosh bolasini olib ketyapti. Oilaviy ketayotganlar, endi misol er xotin bola chaqasi bilan. Yosh bolalarga to'lov qanaqa bo'ladi? Necha yoshgacha aka ketiladi? Xo'p, 2 yoshgacha bolalarda $200 to'lov bo'ladi, vizasini to'lov bo'ladi. 2 yoshdan 5 yoshgacha bilet vizasini puli bo'ladi. 5 yoshdan yuqorilarga yosh kattalar bilan to'lov bir xil bo'ladi. Lekin hozirgi kunda maktab o'quvchilariga ruxsat yo'q. Maktabda o'qiyotgan bo'lsa, maktablarni tamomlashi mumkin, lekin kanikulga chiqqan paytda olishlari mumkin, lekin maktab paytida hozir ruxsat berilmagan. Ruxsat berilmagan. Zo'r. Hozir mana 6 ta viloyatdan primoy reys bor deyapmiz. Narxlar hamma viloyatdan bir xilmi yoki qaysidir viloyat qimmat bo'lishi mumkinmi? Xo'p, Vodiydan $1050 standart paketlarimiz, Toshkentdan $1050, Samarqand bilan Termizdan $1100 bo'lyapti narxlarimiz. $1100. Ya'ni do'stlar, Vodiy Toshkent bo'ladigan bo'lsa $1050 standart paket. Hozirga aytilgan shart-sharoit qo'shilgan bonuslar hammasi standart paketning ichida bor. O'sha Sulaymon Rojixiy masjidlari ham, undan tashqari xurmo bog'lari, Qur'on zavodlari hammasi standart paketning ichiga kiradigan bo'ladi. Ravzalarga xudo xolasa mana olib kirib chiqishyapti. Vohadan bo'ladigan bo'lsa $1100 bo'lyapti ekan. To'lovlarga keladigan bo'lsa, to'lovlar o'sha Telegram, agar siz uzoq joyda bo'lsangiz, Telegram yoki WhatsApp orqali pasportingiz rasmini tashlab beradigan bo'lsa, joy bron qilinadi, zakolat berishadi. Agar mana shu o'rtadan Vodiydan bo'lsa, kelaman deydigan bo'lsa, ofis lokatsiyasini tashlab beraveramiz. O'zi ofis qayerda joylashgan? To'niq mag'azin. Ofislarimiz Marg'ilon shaharda, Temir yo'l vokzali oldida joylashgan bo'lsa, keyin Toshkent viloyatida ham chiqadigan bo'lsa, ofisga buyruq kelamiz desa, ofis manzilida tashlab beriladi. Bundan tashqari Samarqanddan gilamli ofislarimiz bor, Surxondaryodan gilamli ofislarimiz bor. Hozir 4 ta viloyatdan gilamli ofislarimiz bor. Xolasa ofisga kelib ham to'lov qilasiz, xolasa onlayn bank orqali to'lovlar amalga oshirishlari mumkin. Zo'r, xudo xolasa zo'r. Aka ketayotganingizda xudo xolasa do'stlar, aytib o'tilgandek, mana shu ko'rsatilgan narsani hammasi sizga qo'shib beriladi. Xudo xolasa do'stlar, yaxshi niyatda umra ziyoratiga boraman deydigan bo'lsangiz do'stlar, mana sizga tayyor dokumentlarni, ishonchli firmani do'stlar topib qo'ydik. Bemalol qiynalmasdan borib kelsangiz bo'ladi. Yaxshi tomoni primoy reys, viloyatlar ko'p do'stlar, chunki Olmon vohadagilar yoki vodiydagilar Toshkentdan borib uchadigan bo'lsa, hozir o'ziga yaqin aeroportdan boradi, uchadi, qaytib keladi va qiynalmasdan qaytib keladi. Biz ham to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz do'stlar. Video pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, call center bolalar ishlab turishibdi. Aytilgan va'dalar do'stlar 100% amal qiladi, xudo xolasa. Shu kungacha hali birorta negativ narsani eshitmadi yoki kommentariyada ko'rmadik. Xudo xolasa do'stlar, ishonchli, tiniq, aniq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Sog' salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.